Assalomu alaykum. Men uchun aziz va qadrli bo'lgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, oxirgi kunlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lib turgan ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan nafaqaga bog'liq masalalar, postlar bo'yicha o'zim ham qo'ygan edim. Biz endi oddiy xalq, bizga o'xshagan xalq ham u eshitgani bo'yicha munosabat bildirib muhokama qilindi. Mutaxassislardan iltimos qildik, o'sha postlarimizdan bir chiqish qilib, o'zi izohlardan bir ma'lumot bersin shu nafaqa bo'yicha. Harbiy xizmatchilarda 30 yil xizmat qilsa, nafaqasi 100% beriladi degan shunaqa bir tashabbus bilan chiqishgan ekan. Mana Senatda birinchi o'qishda qabul qilinibdi, endi yana ko'riladi, yana ikkinchi, uchinchi o'qishlarda. Nafaqa bo'yicha men pensiya jamg'armasi mutaxassis bilan so'radim. Misol, bitta ishchi, davlat xizmatchisi 20 million, 30 million, 50 million olsa, yo bo'lmasam xususiy korxonada ishlab turgan ishchi, xizmatchi 50 million qancha olsa ham nafaqasi qanaqa hisoblanadi deb so'rasam, aka, pensiya hisoblashni bazaviy miqdori bizda 471 mingmi, 470 ming shunaqa hozirgi kunda. O'shani oldin 8 baravarigacha cheklangan edi, chegaralangan edi. Keyin 10 baravariga ko'tarildi. Endi bu 12 baravarigacha ko'tarilibdi. U qancha oylik ish haqi olishdan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi hududida xoh xususiy sektorda xizmat qilsin, xoh davlat idoralarida xizmat qilsin, 12 baravaridan oshirilmaydi ekan, chegaralangan ekan. 12 baravari 5 million 680 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. 5 million 680 mingdan yuqori pensiya chiqmaydi ekan, chegaralangan ekan. U qancha oylik ish haqi olishdan qat'iy nazar. Hammaga shunaqa tartib belgilangan ekan. Endi harbiylarnikichi qanaqa bo'lasam, aka, harbiylarniki ishlagan muddati, uni ish lavozimi, o'sha должности, uni unvoni, ishlagan hududi, ishlagan vayskasi shu qo'shiniga qarab ularda 50, 70, 75, ana endi 30 yil ishlasa 100% hisoblanadi deyapti. Misol, u harbiy 10 million olib yurgan bo'lsa, 30 yil ishlasa 10 million hisoblanadi. U harbiylarniki nima uchun tushunmayman dedi o'sha mutaxassis, lekin harbiylarniki haqiqatan boshqacha hisoblanadi ekan. Bu fuqarolarniki shu chegaralangan ekan. Shu mutaxassisni menga bergan ma'lumot. Yana buni o'qib, o'rganib, qonunlarda yana bir mutaxassislardan so'rab tekshirib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni chiqishlarimiz misol aniq shunaqa deb aytmaganmiz, shunaqa bo'lishi mumkinmi deb so'raganmiz mutaxassislardan. Hech kim javob bermadi. O'zimiz oxiri so'rab bildik. Chegaralangan ekan O'zbekistonda pensiya. Keyin o'sha mutaxassis bilan gaplashganda dafn puli bo'yicha ham gaplashdik. Ilgari dafn puli, misol, fuqaro vatandoshimiz vafot etsa, ikkita nafaqasi berilgan ekan. U nafaqasi 2 millionni olgan bo'lsa 4 million berilgan, yo 1 millionni olgan bo'lsa 2 million berilgan bo'lsa, bu tartibga solinib 2015-yilda kuchga kirgan ekan o'sha qonun. 2015-yildan keyinmi shu O'zbekiston Respublikasida har qanday bir nafaqa oladigan vatandoshimiz, nafaqadagi ishlamay turgan vatandoshimiz vafot etsa, pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 4 baravarini olar ekan. Bu degani o'sha 1 million 600 qanchaga ham to'g'ri keladi. Bir xil olar ekanmi? Dafn puli bir xil berilar ekan 6 oy ichida murojaat qilsa. Shu biz bergan ma'lumotlar kimgadir manfaatli bo'lsa xursandmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.